Assalomu alaykum do'stlar va men yana bilan o'sha yosh bloger bo'laman. Bugungi videoda biz taksi boss o'yinini o'ynab ko'ramiz. O'tgan videoda konteyner videosini chiqargan edim. O'shanda aytgan edim. Taksi boss konteynerni hozirgina yukladimda, sira taksi bossga kiryapman. Taksi bossga kiryapman. Taksi bossda ham saligina kuchayganman. Men qiladigan ishim qolmagan. Просто sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mashinalarim, bazamni obzorini. Просто ki. Lekin mashinalar hammasi qop-qorada. Tele bilinmaydi. Oqmi, qorami, oq-qora bo'lsa kerak, bilmadim yana. Mana mashinalarim. Endi o'tishini kutish kerak. Ana, hamma mashinalarim. Hozir ana bu qo'shimga qo'ydi kompaniyada. Chunki men anchadan beri kirganim yo'q. Uchun qo'shmayman bu. Anchadan beri kirganim yo'qman. Ko'p pulim bor edi, hammasiga mashina sotib oldim. Nima qilishni bilmayapman. 25 ta mashina bu. Mayada olib tashlaganman mana. Shuncha mashina. Shuncha mashina bu. Qancha kerak? Olasizmi? Shuncha kerakmi? Mana aka, qor dillarni, qor. Muzdekgina mazza. Joningdan degan ashula eshitdinglar. Короче, mashina obzor. Mana mashina 531 ga chiqadi. Mana mashina 531 ga chiqadi. Mana mashinalarim, mana yana ana bu yerda BMWcha, Lamborghinicha, ana bu mashinani kim bilsa biladi. Bu Maybach V6, bu zonadagi eng qimmat mashina. Eng qimmat emas, ikkinchi o'rinda turadigan. Mana bu Rolls Royce. Ana bular ham yana ana bu 1.800.000 ming turadi. Ana bu qanchaligi bu endi? Qanchaligi bu? Ishqilib 6.800.000 ming turadi. Ana bilan 1.200.000 ana bu. Ana bu esimda yo'qlagan. 1.600.000 bo'lsa kerak. Mana bu 7.200.000. Ana bilan qanchadir bilmayman. Ana bilan bir 600 k bo'lsa kerak, bilmadim. Ana bu 44 ga. 40 gami, 44 ga. Ba'zilar narxini bilmayman. Ana bu 808. Shuni yulduzchasini aytmayapman. Mana. Ana bu yerda orqasida yulduzchasi bo'ladi taksi bossda. Ana 807. Eng zo'ri ana ko'rsatgan Maybach V6. 17 mana. 17. O zonada eng zo'ri o'shada. Maybach deganlar katta bola bo'ladi. Lekin men katta bola emasman, chunki uni ham ishchimga berib qo'yganman, o'zim haydamayman. Короче, ana bu 8 million turadi. Yulduzchasi 9 nechi? Bilmayman. Ana bilan qanchadir turadi. Ishqilib ba'zilar narxini bilmayman. Ana bilan bir 50 gami bo'lishi kerak, arzon bu. Короче, bazam mana ishqilib zonada qiladigan ishim qolmagan. Hozir Lunaxni ko'rsatib ketay sizlarga. Lunax degan kanalni mana o'sha 5 daqiqa oldin chiqargan videoyim. Lunax 777 mana. Lunax 777 mana.
Ana shu kanal Iplos yomon zo'r video chiqaradi, qaranglar-da. Mana shu zo'r video chiqaradi. Keyin yana bitta kanal bor, R1. R1. Ammo hozir video chiqarmay qo'ygan. Chunki bilmadim, video chiqarmay qo'ygan. Akasi ruxsat bermaganda, короче. Mana R1. 17 ta obunachisi bor. Bilani. R1 janobda kanal bor ekan. Voy. Bu kanalni ko'ringlar. O'tla bitta kanalga video joylash uchun вообще ko'p vaqtim ketadi. Ana videoyimni ko'ringlar. Az. Mana videoyim. Ana sening do'sting zerik bo'lsa. Lekin kam prosmotr ekan. 6 tagina. Eng mashhurlari mana bu. Mana mening ko'cham bilan ana pastroqda baland ekan arshamsni aytgan mana bu. Birinchi videoyim bu. Ammo eng ko'p rekka chiqqani ana buda mening ko'cham. Chunki buni kechagina chiqardim, ammo вообще ko'p yig'dim. O'zi kecha emas, o'tgan kun kechasi ochilgan kanal bu. Shuncha narsa. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana 4-yanvar. Qani ana buni ko'raychi. Bunda qancha? 27. Bu ko'proq ekan. Ana bu ko'proq ekan. Birinchi videoyim mana bu ko'proq ekan. Mana pastda hammaga ochiq necha martaligini aytadi. Mayli, hayot to'la sog' bo'linglar. Sizlar bilan ertaga